Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziyo Samadi. 6-bob. G'ani Qosh daryosining bo'yiga joylashganOvat mahallasiga pada kala amdi o'tloqqa mangan, turxunlardan atiganlik choyga qalangan mangan, paxal, tizak kukumlarning islari chiqishga boshlagan chog'da yetib keldi. Kech kuzning nam havosida issiq qo'tonlardan yengila chiqqan kalalardan yenik ho ko'tarilib, chila puraqi demoqqa uriladi. G'ini toz chiroy, to'poq ko'z, to'poqqa minib olgan podachi boladan Nusrat Xalfatning uyini so'rab edi. Podachi javob berish o'rniga G'iniga pal ko'zlarini tikkinicha qarab qoldi. Kikachmisan, farqirabla tursan-ku. O'zingiz kim bo'lasiz? G'ini o'g'ri deganni anglamaganmi? Ha? Deb demini ichiga tortdi podachi va kulimsirab. G'ini palvon, oqshomda biz bolalar tonur beshida o'ltirib, sizning gapingni qilishgan. Kava ko'mganmidinglar? Ha, kavasiz o'ltiramdigan. Sen tozla tonur beshida o'ltirib, non tutmaydigan qilibdigan. Tazchoq podachi qaqoqlab kulyapti va ayminishni qayirib qo'yib so'zlab ketdi. Otni das muranga ilib 30 qadam yerga ko'tarib borg'ini rostmi? Rost. 7 qalmoq bo'ksini yiqitib 7 ot utib olg'ini rostmi? 7 emas, 3. Ili daryo toshqinidan odamlarni qutqazg'iningchu? Rost. Lan qo'g'lab chiqqan Yaqub lozoni urg'iningmi rostmi? Rost bo'lmaychu. Shu sababdan 1 yilcha yomilda yotdim-da. To'qayliqda yo'lvos bilan ilishqiningchu? Bu yolg'on. Hokim bayning kilini bo'larmikin shitla. Xafa bo'lmaysan-da, G'anika, dedi mug'ambar podachi. Sening gapingni qilamiz. Ishonmasang juru. Uyga boshlab boraman. Opamning-chu nondek qilin qaturma qaymoqlari bor. Atgan choy bilan. Bo'ldi, maqtanma. Mehmon do'stlig'ingni keyin ko'rarmiz. Sen menga avval Nusrat Xalfatimning uyini ko'rsatib bergina. Yer tegidan sirliq ko'z tashildi tozchoq. Xalfatning o'zi kerakmi ya hiliqi shaharma Laylivosh? Ular uyda yo'q-ku deyman. Azma paqshak o'xshamamsan. Ochiqroq gap qilg'ina. Tilim bormasa seni xap qilib qo'ymay deyman-a? Yurak yerilib ketgidek ish bo'lsimi ayta. Xalfatimni yoyilar G'inining o'ngi o'chib ketdi. Akşam Oq O'stan chepig'idan yenib kelayotgan edi. Alibaytal boshliq yoylar tutib ketibdi. Alibaytal deganda beshiga tuyuqsiz cho'moq tekkandek tuyuldi G'iniga. Asli ismi Niyoz. Shangan yomil ishlagandan keyin Niyoz Lozung bo'lsimi, xalq uni Alibaytal deydigan. Niyoz Lozungliq mansabga chiqqandan keyin xalqdan saylang g'alla paraq yig'ish uchun birinchi qitim kelganida Alibaytal minib chiqqan ekan. Gap so'zi ilondek zaharlik, o'zimi chig' bo'yun, ilonbosh kelgan bu ashaddiy zolimning zo'rliq zombalig'i xalqning jiniga patqanlikdan uning ismini atashqimi dili tortmay Alibaytal deb laqam qo'yishgan edi. Shafqatsizlikda danqi chiqqan bu milliy murtaddan Xitoylar uzun yillar foydalangan. Nusrat Xalfatni Alibaytal ilib ketganligini anglagan G'ini zo'r xatar borligini his qildi. Darvaqa Nusratni lang bermiding, g'alla paraq to'lamiding deb so'lamaydi. Bu yerda boshqa gap bo'lishi kerak. Uyini aqtirib, hamma kitoblarini, yozgan, sizganlarini ilib ketibdi-dak. Yana Cho'lpon qiznimi? Cho'lpon? U endi ikkinchi zarba bo'lib G'inining ko'zlariga qorong'ulik tiqildi. Cho'lponni nima qilishmoqchi? Qiz bolada nima gunoh? Bu zamon nim bo'lib ketdi, ha? Mish-mish gaplarga qaraganda bu ishqa turdi yuzlik hokimbayning chetilishi. Hokimbay? İztiraplik vaqiravatdi G'ini. Uning ko'zlaridan g'azab alangisi chaqnab, hammaga podachi bola ayiblikdek g'azab kuchida uni yelkidan tutib yerdan yulib oldi-da. Deganlaring rostmi? Rost, azbroyi xudo, rost, dedi yog'ochga ilib qo'ygan qo'chaqdek pulanglab turgan holatda podachi.
Qo'rqma, uka, deb padachini asta yerga qo'ydi. Esini yiqqan G'ini va baladan kechirim so'ragandek yelimliq bilan yana bir kelganimda uyingga borman. Xo'sh. Padachi G'inining qarisi yo'qolgacha ko'z uzmay qarab turdi. Uni cho'chaklardagi baturlar A'la Shiryozdan, Rustumi Daston, Abu Musallimlarga qiyosan tenglashtirib mag'rur ilmaydi. Kurang qashqini yiroqdilla to'nigan ushoq balalar o'yinlarini tashlashib, G'inikam kelyotidi, deb cho'qirishib, otliqning oldiga yugurashdi. Qo'l o'stangdan suv ilishga chiqqan qiz-juganlar qayrilib otliq tarafga qarashdi. O'gizlarda paxal bedalarni o'rdavatgan dehqonlar bo'ri minishliq o'ynaqi otqa, sumbatliq yurtishiga zo'qlanib, oralariga tayangan holda qarab qilishdi. Keyinki yillarda pat-patla yo'qab ketib, aralab paydo bo'lib qoladigan G'inini yurtdoshlari sig'inib qolsa kerak. Bugun uning kelishini xushal-xuram qarshi elishib, o'ylariga taklif qilishganlar oz bo'lmadi. Bu qitim ushoq bolalarla o'milib qilishgan, qapoqlari tushib, domsishgan edi. Ular har qitimdagidek G'ini aksining kaynidan qolmay, uyigacha uzitib qo'yishmay, cho'ng ko'chada birlab, ikkilab uzilib qilishdi. Bu qitim G'ini aksi quruq qo'l zima tanga, kamput pattaslardan bir talmo bozorliq akelmabdi. Uning aptidan bozorliq emas, judun chapqun yig'ib turgandek ko'rinadi. G'inidagi bu kayfiyatni yurtdoshlarimuz sezishgan. Birer chatoqqa mubtilo bo'ldimikin deb tashvishlanishgan edi. Chatoqchining mahallada paydo bo'lishiga noiloj bo'lgan uning raqiblarining pushqoqlariga pisht tushib so'kuldab, "Ogoh bo'linglar" deyishgandek, shu an bir-birlarini xabardor qilishdi. G'ini o'z uyining oldida to'xtab, o'yliga kirmasdilla etining beshini hokim boyning uyiga opiradigan ko'chaga burganda, yurtdoshlari bir-biriga ma'noliq qarashib qo'yib, uning kaynidan kuzatib mangmoq bo'lishivedi. G'ini qilinglar degandek qamcha tutgan qo'lini shiltidi. Shundaqdimi 5-10 so'ngidan qolmadi. Turdi yuzining eng atoqliq boy zamindori va Shangyosi hokim boyning uyi boshqa uylardan farqlanib turdi. Peshoyvini ko'tarib silingan necha yurish imoratning o'zila zo'r boyliqdan derak berib, qo'rg'on simon egiz tomlar bilan ihatalangan. O'yla ichida nima bo'layotganligini bilish tas. G'ini kelgan peti beg'irrang sirda sirlangan cho'ng qapqini qamcha sepi bilan taqildatdi. Javob bo'lmag'achqa mushtlab jaloqlatdi. "Kimoy, darvozani chiqitdikina?" Xotin kishining ovozi anglandi. "Men, och, G'ini o'g'ri. Ko'rgin kelmadimi?" "Voy Alloh!" Badar qochdi ayol. G'ini egarning ustiga o'ri bo'lib, qapqiga bo'ylashdi va o'yliga sakrab tushmak bo'lishiga aksi ilam yugurab kelgan peti. "Nima haqning timiga yamishib yursan? Cho'sh bu yoqqa!" deb akalarcha talabchanlik bilan vaqirdi. "Aralashma, uyingda namozni o'qib, tinch yetiver aka. Tushdayman, balo tepib berasan." O'ng'icha birlab, ikkilab to'plangan yurtdoshlar G'inining paylini sezib, hokimboy, Ro'zi imom va 50 bishlar birlikda 9 tara tarafga ketganligini aytishdi. "Xap, kechikib qolganimni. Baribir mendan qutulolmaysan." G'azvi texichila besilmagan G'ini yana otlanmoq bo'ldi-yu, ko'rang qashqini chiliq turmasa, zo'riqib o'lishi mumkinligini aslab, aksi ilamning rayiga beqib, uyiga keldi. "Nalarda o'tlab, nalarda suvlab yursankin tang ukam. Oltin qo'ziq uyingimi bosh tiqmaydigan bo'lib olding", dedi aka ukalar, yanga singillar dasturxon cho'risiga jug'i jam o'ltirishgandan keyin cho'ng aksi ilam. "O'zingga tavi yeringni qo'ray besib yetibdi. Ot kasbi dehqonchilikdan ulug' ish bo'lmaydi-ku", deb o'kindi kichik aksi Ahmad. "Qayoqlardan o'ylanib oldingkin tang, egakim, u shalik yenginimi ko'rmadik. Rastla, qizingga muborak bo'lsin aka." Singillik mehrini to'kdi Aysxon. "U yangangning gapini ikkinchi qilma, puchug'im", deb singilisining panag'roq burnini chimdab qo'ydi erkilatgan aka. Qarindoshlari G'inining bu so'zlariga hayron bo'lishdi-yu, lekin tegi taktini
sürüşte qilishga petinolmadi. Bu ailening ata-bovalaridan tartib miras bo'lib kelayotgan 300 xo'liqcha muhirlik yeri bo'ladigan Mehmet Baqi tag'a vafotidan keyin yer 3 o'g'ilga taqsim qilingan. Dastlabki 2-3 yil o'z beshiga o'ngcha dehqonchilik qilgan G'ani ziroatdan mo'l hosil oldi. U yolg'iz o'zi 5 kishining o'qitini qilib, 5 kishilik o'mini uratdi-da. Lekin atrofdagi muhit tufayli uning jush urib turgan qalbiga yeza torliq qildi. Qushlar erkin parvoz qilgandek keng tashalıqqa, erkinlikka talpindi. U boshqalarga keng tashalıqni, erkin bo'lishni xohlaydi. Shu ko'yda yuridi, harakat qiladi. G'aniga qaytadan sapan tutqizish uni sapanga, tar yiziga band qilish amdi mumkin emas. Maliga chiqib olsang, quva-chuva, gung'ur-mung'ur yursak yaxshi bo'ladi, inam, dedi yengilarning biri. Yiroqda kishnishidi, yaqinda tishlashidi degandek, yiroqtaroq yurgan yaxshi bo'larmikin, yenga, deb gapni boshqa qiniga salmoq bo'ldi G'ani. Qayerda yursang yur, ukam. Ashu sho'xlig'ingni tashlasang deymiz. Rost aytsan, aka, dedi ilamni qo'llagan Ahmad. Yolg'iz qora kuchingga tayinib, hokim boy, ro'zi imomga o'xshash atarman, chaparmanlar bilan izangga so'qashtirsang, o'ngdanga tushganing tushgan. Shundoq bo'lmaychu, ularning keyinda lozong, shengan, darinlar tursa tankalgil bo'lamdi. Jinim aka, tech yurgina, seni o'ylasam yurgim yig'laydi. Ko'yimchan singlisining qunduz chochlarini akiliq mehri bilan siylagan G'ani asta boshqasi anglamsin degandek pichirildi. Meni hech kim qo'rqitolmaydi. Senmi qo'rqma, singlim. O'lash-cho'lash kirishgan ayol yurtdoshlari oilaviy suhbatni buzib o'tishdi. Ko'zimizdan uchibla ketding, balam. Seni qavatla sig'inib ketdi qo'y. G'ani go'yo haramdan kelgandek uning qo'llarini ko'zlariga surtdi dumchak Mo'may. Sen yurtda bo'lsang, ko'nglimiz to'q turadi, dedi chasaqal dehqon. Shuni degina, ancha-muncha ahvolimizni aytib, yeniklashib qolatdiq. Qo'shimcha qildi beshi to'xtamay lingshib turdigan qiri buvay. To'y to'kun, chilishlar sen bar chog'dala qizg'an chig'i ekan. Hozir yoshlar esnishib o'ltirgan bo'lib oldi. Uyning ichi liq to'lib, bo'sog'idimi o'ltirishgan yurtdoshlar G'anini savol so'roqlarga ko'mib-tishdi. G'animu o'z navbatida ixlos bilan hammasining ahvolini so'radi. Kuzlik un tartib, o'tin yog'och jaylab olgansan, uyingda tomchi o'tmaydigandu, ro'za cho'ngna. Alohida ta'kidlab so'radi G'ani dumchak Mo'maydan. Nevrisi asqatib qoldi. Mo'may bizdinmi sarabjanroq. Zo'ri Mo'mayning o'rniga chasaqal javob berdi. So'qimlig'ing bardu? Uningga yetish nada deysan, balam? So'qimning eti chiqqanda Mo'may tilini chiqarib, quruq lavlarini yalab qo'ydi. Buningdan necha yil ilgari qishning rosa jangirlab turgan so'q kunlarining birida semiz seyirni so'yib, tuzlab qaznaqqa esib bergan mushu G'anida. Shu yili nevrisi ikkisi qishicha may chaynab chiqqana. Mo'may og'ziga yig'ilib qolgan sariq suvni g'urtida yutibetdi. Sening holing qandoq? Deb chasaqaldan so'radi G'ani. Tehichila hokim boyning changildan chiqolmay yuramsan? Qandoq qilay? Hasirdi chasaqal dehqon, saqalini o'chumlab, ra'niga qo'ygan yerimni qaytirib olg'icha yalinib ishlayman-da. Ömür bo'yi ishlasangmi, u jazoni xo'rdan qutulolmaysan. Uning kimligini tehicha bilmay yuramsan-a? Ular bilan yang turib yaqinlashmagicha bo'lmaydi. Uqdingmi? G'anining zardisi qaynab ketdi. Uning mijozini yaxshi biladigan yurtdoshlari shok o'ltirishdi. Aytsang tiling ko'ydi, aytmasang jining degandek, aytib kelsak dard to'la, deb cho'nqur tindi yoshroq birisi. Qandaq qilsak bo'ldikin tang, langni vaqtida to'limading deb yer xitimni tartib olishdi. Meningkinimi? Yerlarining mo'r xitini tartqizib qo'yganlarning soni 10ga yetdi. Kim shu tartib olgan? Kim bo'ladi deysan? Ashu Alibaytal, hokim shangyolarda. Texi hokim boy, langni o'zim to'layman, gadoylarning yeri tava bo'ladi degidek. Yurtdosh dehqonlar
dard ahvolini aytmisimu, hammasi G'aniga ma'lum. Amaldorlarning, ularning gumashdalari boylarning, shanyollarning zo'ravonligi, muthamligi bugun tunugunki ish emas. Azaldan kelayotganligini kim bilmaydi? Amaldor ketsa, o'rniga boshqasi keladi. Shangyu o'lsa, o'rniga boshqasi belgilandi. Yengilari konalaridan betar zolim, ochko'z, poraxo'r. Bu shu peticha qilaveradigan amaldorlar, bəylar, shanyular, shop, kulib dehqonlar mushundoq zar qaqshab o'tadigan zamonmi? Xitoylarga chetdan kelib azsun, bo'lsin, yesin, bo'zaq qilsin deyliq. Bu o'z millat, dindosh, qarindoshlarimiz bəylar, shanyular, boylar nimishga o'z xalqiga ko'nmaydi? Xitoy jangudilar hamma askilikni shularning qo'li bilan qiladi-ku. Mushularni hammamiz bilamizmi? Agar Nusrat Xalpat chat cho'risini aytib tushundirmagan bo'lsa, menma hahu bilan garang yurar edim. Nusrat Xalpat G'anining yuragini so'g' to'mir panja qisqandek saskandi. U Nusratni solatganlarning biri hokim shanyularni uchuqdab, antini ilish uchun bu yiziga kelgan emasmidi? Nima uchun bu yerda o'ltirdi? Yurtdoshlarining dardiga darmon bo'lg'idek boshqa ish qo'lidan kelmasa, hokim boyning kenidan qo'g'lab berib, yer xatlarini tortilishga chamim kelmasa, G'ani palvon bo'lganim qo'rsin. Qaysang men bilan birga bora olaysan? Keskin so'radi ig'ir xiyollar ilkida bir necha daqiqa jim o'ltirgan G'ani. O'zingni o'tqa atmoqchimisan? Tashvishlandi cho'ng aksi Ilam. Baloga qolsan, baloga. O'zingni aymasangmi, qarindoshlaringni aysan-chu inim. Zarlandi kichik aksi Ahmad. O'zimni ayab, qo'rqinchoqlik qilib yetgan yerimiz mushugu. Uyda o'ltirib, vah urgandan nima asl chiqadi? Yo'q, men mundoq yashay olmayman. Akalarning yalvurishiga, hamshirlarning zarlashiga qaramay atlandi G'ani. Shu paytda uning yo'lini hech kim to'sashga qodir emas. Umu ko'nmas. Chunki uning hokim Shanyuga nisbatan g'azabi, o'chmanligi cheksiz edi. Uning bu tarafga shaxsiy qahramonlikqa moyil harakati dehqonlarning manfaati uchun foydaliqmi yoki daxlisi bo'lamdi? Bu jihatlarda atrofliq o'ylashmagan va ijtimoiy qarama-qarshiliklarga doir tushunchasi cheklik bo'lgan G'ani vijdon amri, erlik g'ururi bo'yicha bo'zaklarga yon bosdi. Zo'ravonlarga qarshi chiqdi. Ulardan o'ch ilishni maqsad qildi. Davomi bor.